Yangisini aytib beraman, kechagi bo'lganini. Filarmoniyadan kelyapmiz, probka bo'lib ketyapmiz endi. Bilasizlar filarmoniya yo'lini. Bitta Matiz qisilib yurib, chekadan changitib kelyapti. Hech kimdan Allohdan uyalmayapti. Qisib kelyapti. Men sal chiqibroq oldim, Mati. To'sib qo'ydi. O'tib turib, shunday yonboshimga chiqib turib, menga do'qimoqchi bo'ldi-mi deb qarata tanib qoldi, domla ekanman. Assalomu alaykum dedi. Bo'ldi, qaytib hech kimni obgon qilmadi. Mendan uyaldi. Men qo'limda hech narsa yo'q bo'lmasa. O'ziga o'xshagan go'shtdan, suyakdan iborat odamdan uyaldi, ungacha Allohdan uyalmayapti. Endi shoshilayotgan bo'lishi mumkin, domla o'tkazib olmadingizmi desangiz, keyin Shaytevani bu yoqqa o'tganidan keyin indamay orqamda ketdi. Agar shoshilish bo'lsa o'tib ketsa bo'ladi, ikkita polasa edi bu yerda yangi asfalt. Har bittamiz ustimizda bor shu narsa. Hurmatli, obro'li odamni ko'rgan paytda xijolat o'tib ketamiz, endi ron yuramiz. Allohdan hayo qilishliging to'g'ri emasmidi undan burun? Tanish manzarami?